Sabit əpəndining bir adamga tarbiya berish yoki ma'lum idealni təbliğ qilish, anglatish, tushundirish uslubini bayqadim. Bu, aşu Hamid turdiga anglatmoqchi bo'lganlarini din o'qiyotgan boshqalarga deyish orqali uningga anglatganiga o'xshab ketadi ekan. Masalan, men o'zimni aşu hikoyadagi Hamidga o'xshab qolgandek his qilyotdim. U Hamidga emas, menga so'zlayotgandek tuyuladi. U shu anda mening diniy e'tiqodga bo'lgan qiziqishimni qo'zg'ashga tirishayotdi. Shundaqla dinga aloqador menda tug'ilish ehtimolligi bo'lgan savollarga chandurmasdan javob beryotdi. Hikoyaga qistirilib ketayotgan ideyasi menga ko'zlangan ta'sirni ko'rsatmay muqammidi. Qur'oni Karimni o'qib bo'lgan bo'lsangiz, takror o'qing, dedi u, go'yo mening Qur'onni o'qiyotganligim mavzusida allaqachon o'rtaq parangiz bo'lib o'tgandek ishonch bilan. U hatto mening bir qaytim o'qib tugatganligimni to'g'ri qiyos qilyotdi. Qur'on Allohning kitobi bo'lish alohidligiga ko'ra, har qaytim o'qisangiz, oldingi qaytimda bayqamagan yangi bir narsani bayqaysiz. Hatto 20-qaytim o'qigan vaqtingizda yana bir yangi ma'no topsiz. Bir qaytim bilanli savol so'rashga oldirmang. Balkim bu savollaringizga keyingi qaytimda o'zingizga javob tepishingiz mumkin. Bo'ladi, men cho'qim yana boshlayman, dedim menmi. Ondan meni qiziqtirgan xo'jalar temasidagi bir savolimni so'ragandan keyin xo'jalarning odam jalb qilishdagi metodiga hayronligimni, hatto buning bir ijobiy tarafi sifatida qabul qilinishi foydali bo'lishi mumkinligini aytdim. Tashkilot qurilmasining changligi, kishilarni ishontirish metodi, qaytilganlarning sadoqati, hatto jinini ayamaydigan fidokor bo'la olishi nuqtalaridan olganda, bugungi chuvalchaq, qo'rqinchoq holatimizda bu tariqatning tashkilotlanish formasidan foydalanishga bo'ladigandak qiladi, dedi u o'ychan holda. Ammo birdamdan keyin qo'shib qo'ydi. Biroq pirlarning niyatiga ishonch qilg'ili bo'lmaydi. Chunki ular azaldan o'z saltanatini qurish qo'ydili bo'lib, kishilarning pok hissiyotidan o'z maishatlari uchun foydalandi. Niyatlarining chatoqligini ularning saxta hadis to'qishqichi berib yetgan qilmishidan ko'rib olg'ili bo'ladi. Ramazon kunlari edi. Men Ramazonga bahona deb Sabitni uyimga iftorga taklif qildim. Meni bu savobdan mahrum qilmassiz, dedim men. Bu chaqda mening islom haqidagi tushuncham eshib berayotqachqa iftorga chaqirishning savobi haqida bilgudek bo'lib qolgan edim. Chaqirgan yerga berish degan hadisni u chaqda texi bilmaydim. Ammo Sabit buni bilgachga yo'q deyamidi. Nimaga o'qingiz bor? Ko'nglingiz tortgan tomoqni deng, shuni qilib bersin, dedim uning roziligini olgandan keyin. Nemili bo'lsa o'xshash, xonimingiz nimaga eng usti bo'lsa shuni assin, deb turib oldi. Ammo menmi bo'sh kelmay qistidim. Oxirda u o'ylamagan yerdi. Lag'man qilsin amsa, dedi. Men bu qiyrigan odamning oshqozini ko'tira olamdigandir, bizga oson bo'lsin deb degandirmi, deganlarni ko'p o'ylab ketdim. Shundoq bo'lsa-mu, uning salomatligiga eg'ir keladigan bir ish bo'lib qolishidan ansirab, so'zib lag'manmi yoki besib, deb so'ragan edim u. Lag'man deganni so'zib aytmasa lag'man bo'lamdi, dedi ajoyibli bir xil qarshilik bilan. Shundala men uning haqiqatan lag'manni yaxshi ko'rdiganligini g'uvo his qildim. Atdigan bo'lg'ashqa men ishga oldirab xo'shlashdim. Kechda dasturxon ustida uning lag'man haqidagi tanlashi ustida gap ochdim. Bilamsiz, lag'man mukammal bir milliy taomimiz. Boshqa tamoqlarimiz, polo, manto, samsa, suyqash, hammasining dal o'zi bo'lmasa-mu biror varianti qo'shni millat xalqlarida bor. Ammo lag'manni hech biri o'xshatanmaydi, dedi. Shundala men uning lag'manni haqiqatan yaxshi ko'rdiganligini bildim. Sizmi ko'rdingizmikin, yaqinda bir gazetda chet ellik olimlarning och qo'yib davolash haqidagi bir ilmiy savod besilibdi. Buni o'ttirg'i qo'yg'uchi olim insonlar yilda bir qatim och qolsa salomatlik uchun g'oyat zo'r foydasi bo'ladiganligini,
Бәдәннең қаршылық күчіне ашырдығанлығыны. Bu nuqtadan aytganda, musulmonlarning roza tutishining ajoyib ilmiy asosi bor debdi. Dedim, bir az xushamatga o'xshab ketadigan ohangda gap ko'chilab. Ammo bundaq bir xabarni ko'rganim rost edi. Albatta to'g'ri. Alloh hikmat bilan ish qilg'uchi, dedi u. Och qilish orqali ochlarning dardini tushunamiz. Ondan ularning holidan xabar olish kerakligini to'lib yetalaymiz. Mana shundoq. Mening gapimga parallel qilib shundoq dedi. Men mu yaqinda kosmologiyaga oid bir ilmiy savat o'qidim. Sizga bu savatni qandoq deb bersam bo'ladi ekan? Ha, mundaq dey. Qur'onni bu qatim o'qisangiz shu oyatga diqqat qiling. Kafirlar bilamdiki, osmonlar bilan zamin bir-biriga tutash edi. Ularni ayirib etdik. Hamma jonliq mavjudotni suvdan yaratdik. Ular Allohning qudratiga ishonamdi. Qur'oni Karim Anbiya surasi 30-oyat. Bu oyatdagi ratqan so'zi Uyg'urcha tarjimada bir-biriga tutash degan tarjima qilingan. Bu tarjima tamoman noto'g'ri bo'lmasa-mu, ammo bak yetarsiz. Ratqan bir muncha narsaning go'yo prislangandek bir shaklda yuqori zishliqda to'plashtirilishini ko'rsatdi. Xuddi paxta taylagandek siqib, buxchilashtir. Bu chigik yeshib etilsila kengayib ketadigan shakldagi bir xil siqilishni ifoda qiladi. Bu yerda osmon, zamin, koinotdagi yulduzlarning hammasining ana shundoq siqib, prislab, bir monak holatiga keltirilishiga qaratilgan. Ana shu monak keyin Allohning "Bo'l" degan buyrug'i bilan chechilib, koinot vujudga kelgan. Men o'qidim degan ilmiy savat mana shuningga aloqador ekan. Bugungi ilm fanda kosmologiyaning eng yangi natijalari shuni ko'rsatadiki, koinot aslida kichik bir nuqta. Tugunak bo'lib, 15 milliard yil ilgari qattiq bir portlash bilan chechilib, nur tezligidan million hassa tezlik bilan kengayib, koinotning dastlabki shaklini hosil qilgan. Ondan pastqaraga tushgan. Ammo belgilik sur'at bilan kengayish davomlashmoqda. Bu Qur'onda deyilganlar bilan tamoman jipislashadi. Mushu yaratilishdan avval modda, zamon, energiya yo'q edi. Bularning hammasi ashu an birlikda yaratilgan. Bular haqida Stephen Hawking bak ilgari ketgan. Stephen Hawking Angliya kosmologiya va astronomiya avtoridir. Hatto koinotning kengayib oxirida asli holatiga keladiganligini ilgari surishmoqda. Bu nuqtami Qur'ondagilar bilan jipislashadi. Alloh koinotni putukchilar qog'oz qatlagandek qatlaymiz demaganmidi? Hamma narsani yaratilishdan burungi holatiga qaytaramiz demaganmidi? Mana shundoq. Uning odamni tong qoldiradigan suhbatlari odamni shunchalik maftun qiladiki, hey, shu vaqt deganning so'riqi bo'lmasa, o'rnimdan qopqum kelmayli qoladi. Do'stlarim meni har yondan rag'batlantirib turadi. Xizmatdoshlar, tonishlar, do'stlar hammasi mening Sabit apandi bilan qandoqlarcha bunchalik yaqin bo'lib qolganimga aqli yetmay, ham hasad, ham havas aralash gap ko'chilaydi. Taqdirning bu bir fursati bilan men Sabit apandi bahonasida xili inovatlik bo'lib qoldim. Bular emas, o'zimdan yosh ham nopuz. Ilm jihatlarda yuqori bo'lganlarmi meni o'z to'plariga, o'ltirish, suhbatlariga chaqirib turadigan bo'lib qoldi. Kishilar mendan Sabit apandining nimalar deganligini emas, hatto qandoq alohida odatlari borligiga qiziqib so'raydi. Men uni uyimga chaqirib iftor qildirganligim, pur ketish bilan uning qandoq tomoq yeydiganligi, qaysi tomoqni bekrak yaxshi ko'rdiganligiga ko'chilashdi. Bundaq savollarni oldin mo'ljalliginim uchun haqiqatan uning tomoq yeyish odatlariga diqqat qildim. U shap chiqamaydi. Og'zining ichi ko'rinib qolishdan saqlanishga tirishadi. Tish qo'llamoqchi bo'lsa, yana bir qo'lining olqini bilan og'zini to'sib turadi. Bundaq adab qoidalik odamni hech ko'rmagan edim. Yurtimizda xili cho'ng-cho'ng damullalar bilan bir dasturxon bo'lib boqqan. Ularmu taom kelganda o'zini unutib, shapildab ketadigan.
Bu Sabit Efendi ne kadar terbiyeli adam ha? Her kim öz-özüdün ve dindarlardan sorap turduğan bir sualni bugünkü keyfiyattan faydalanıp sorvağım geldi. Qarasam bugün cimi musulmonlarning hali xarab ekan. Mahkumlikda, qulluqda, mustamlikida. Allah nimishga musulmonlarga yordam bermaydi degan savol har ko'ngildan kechmay qolmaydi ekan. Bo'libmi dinga gumoniy qaraydigan ziyolilar mana shuni cho'ng bir paket qilib dindorlarning oldini to'sishga urinadi ekan. Bunga nima deysiz? Sizning tamagarlik bilan talab qilayotganingiz xuddi bugungi Xitoy jamiyatida avj olgan tonishliq, yaqinlik munosabatlari bilan ish hal qilish o'rnakida fikr qilganlik. Bu forma bo'yicha Allah musulmonlarning tonishi yoki yaqini. Siz degan bu savolni so'rag'uvchilarning qarashicha go'yo Allah musulmonlarningla yoki musulmonlarga alohida e'tibor bilan muomala qiladigan munosabatda. Shundaqmi? Ammo Allah musulmonlarning emas, barliq mavjudotning parvardigori. U musulmonlarga yaqindir. Ammo bu yaqinlikni sizlar o'ylagan shaklda paniydan iborat imtihon dunyosida qilsa, haq degan sufatiga to'g'ri kelmaydi. Yaqinlikni imtihondan o'tgan haqiqiy musulmonlarga baqiy dunyoda qilib, mangulik jannat ato qiladi. Ammo ba'zilar musulmonlarga oxirat hayotini, kofirlarga dunyo hayotini bergan degandek mudhish xato gaplarni taqib yurishidi. Bu undaq bo'lsa, kofir bo'lgan yaxshikan, nesidan naqiga bo'ladigan ish yaxshiroq bo'lgandikan degan xiyolni tug'dirib, nurg'un odamlarning iymondan ajrashiga sabab bo'ladigan ziyonli so'z. Bu dunyo hammamizga o'xshash. Alloh Qur'onda bandining tirishchanligiga yarasha nasibi bordir degan-ku. Buningda musulmon yoki kofir deb ayrilmagan. Maryamdek ayollarning ulgisi, Isodek payg'ambarni tavallud qilgan ayolg'imi Allah to'g'ridan to'g'ri yordam qilmagan. U Isoni tavallud qilish uchun xoliga berib, bir xurma to'yida azob tortayotganda xurmini o'zing tarafga eg'itqin, oldinga pishqan yangi xurmalar tushidi deb bishorat bergan. Bu shuni tushundirdiki, avval o'zingga tushliq harakat qil, ondan men yordam qilaman deganlik emasmi? Bo'lmasa, tug'utning ochiq to'lg'iqi ustidagi Maryamning xurmini langishta olishi munotayin edi. Bundaq bir talabni qilmasdilla, uningga bu yordamni qilsimi bo'ladi-ku. U so'zim mavzudan chetnab ketdimi qandaq degandek menga sinash nazarida birdam qarab turib, so'zini savolimga yaqinlashtirishga boshladi. O'ziga tushliq ajr qilish Allohning yordamining oldingi sharti. Endi musulmonlarga nimishga yordam qilmaydi da'vatqonlarning musulmonlik sifatlarini mo hisobga olmay bo'lmaydi. Bu mo turib tursin. Agar biz Allohning mushu dunyoga tushirgan ilohiy qonunlariga amal qiladiganlar bo'lsak, unumini ko'may qolmaymiz. Allohning dunyoga belgilab bergan qonunlari ikki turlik. Biri tash'iriy qonun bo'lib, Qur'on va hadislar orqali bizga oshkora bildirilgan. Yana biri takviniy qonun bo'lib, bu ilm ahlilari odatda tabiat qonuni deb atavagan qonundir. Bu qonun yoshirin bo'lib, insonlar o'z aqllari bilan bu qonunlarni bayqaydi. Aql ishlatib bilib oladi. Tajribalar orqali egilaydi va keyingilarga o'rgatadi. Masalan, Alloh o'tqa ko'ydirish xususiyati bergan. Bu qonunga amal qilmay, o'tqa qo'lingizni tiqsangiz ko'ydi. Ziyon tortasiz. Rasmiy ilmiy qonunlardan birini misol bersam, texmi aniq bo'lar. Arximid qonuni. Suyuqlikqa patrilgan jismning eg'irligi o'zi siqib chiqargan suyuqlikning besimiga teng. Bu tanglimini Arximid bekitganmi? Yo'q, Alloh bekitgan. Arximid tug'ilmagan chaqdimi, ashuningga teng edi. Ammo bu tabiat qo'yniga yoshirib qo'yilgan edi. Buni Arximid bayqadi. Xuddi shuningdek, tabiat qo'ynida sonsiz qonunlar bor. Ba'zilari allaqachon bayqalgan, oldinqilardan o'rganishga bo'ladigan. Ba'zilari texnicha yoshirin, ba'zilari darhol bayqaladigan, har kim bayqab ola oladigan.
Ba'zilari bakmi yo'shirin bo'lg'ashqa alohida iqtidorli odamlar tepib oladigan qonunlar. Әмді біз мұсылманлар Аллахның тәшири қанунларыға шәрсіз әмәл қылыш мейданы ifadəlsək mu, әмма тәквини қанунларға әмәл қылыватымыз mu? Bunu тәкшіріп görüşümüz, nəticəsiz işlərimizдің məsuliyyətini, məğlubiyyətlərimizдің məsuliyyətlərini Allahqa atıp qoyduğan ondaq küfrға ketməslikimiz lazım. Bir Xitayğa qarşı mücahid bar deyli, o Allahның cihad pərsidən ibarət təşrii qanunuğa əməl qılıb Xitayğa qarşı atlandı. Xitayning yiqilg'u ambirini portlatmoqchi bo'ldi. Buning o'zilik kifoya qilmaydi. U o'zi qilmoqchi bo'lgan ish o'z ichiga oladigan takviniy qonunlarning bilishi va uningga amal qilishi shart. Bo'lmasa bombani portlatolmay qoladi yoki muddatdan burun portlab o'zi qochishga ulgurmay billi portlab ketadi. Mana shundoq. Ko'nglim yo'rgandek bo'ldi. Әмма мәнден ашу суаллар соралса, мен шундaq javob bera alaymanmi? Ishonch qilolmaydim. Chunki bu xeli cho'nqur bilim talab qiladi.